Bugungi darsimizda logoped ko'rigiga kelgan bolaga to'g'ri tashxis qo'yishni o'rganamiz. Men Aripova Nodira Shuhratovna 14 yillik tajribaga ega defektolog logoped mutaxassisi, hozirgi kunda Logo Effect'ning ikkita markaz rahbariman. Mingdan ortiq shogirdlarning ustoziman. Logoped ko'rigiga kelgan har bitta bolaga to'g'ri tashxis qo'ya olishimiz uchun albatta u haqidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Bu ma'lumotlarni esa albatta onadan olamiz. Ona bilan muloqot vaqtida anamnez savollarini to'g'ri ketma-ketlikda berishimiz juda ham ahamiyatli. Bu ketma-ketlikka onaning homiladorlik vaqti, tug'ruq davri va bolaning sizning oldingizgacha kelgan davrdagi o'sishi, rivojlanishdagi turli xildagi o'zgarishlarni bilishimiz lozim. Anamnez biror bir bemorning uning kasalligi haqidagi ma'lumotlarni o'zidan yoki bo'lmasam atrofdagi kishilaridan so'rab to'plangan ma'lumotlardir. Ko'pchilik onalarga homiladorlik davrlarini so'raganimizda onajonlar yaxshi o'tgan deb aytishadi. Lekin ularga ichki savollar bilan murojaat qilganimizda ularda aynan homiladorlik qanday kechganligini eslashadi. Hayotdagi har xil yumushlar, vazifalar natijasida ular aynan homiladorlik davrlarini esdan chiqarib qo'yishadi. Bu ma'lumotlarni esga solish uchun biz albatta maydalab bitta savollarni berishimiz kerak. Homiladorlik davri haqidagi beriladigan savollar. Toksikozis qanday kechgan? Stress va asabiylashishlar bo'lganmi? 4 infeksiyalar, shamollash, COVID yoki boshqa infeksion kasalliklar bilan kasallanganmisiz? Homila suvi xiralashmaganmi? Bola o'qiga o'ralmaganmi? Kamqonlik, kislorod yetishmasligi va tonuslar kuzatilganmi? Hattoki qarindoshlik nikohida emasligini ham bilishimiz lozim. Tug'ruq davri haqidagi beriladigan savollar. Tug'ruq o'z muddatida bo'lganmi? Tez tug'ruqmi yoki tug'ruq jarayoni qiyin kechdimi? Bola tug'ilishi bilan yig'ladimi va emdimi? Ko'karib, sarg'ayib, bo'g'ilib tug'ilmadimi? Uning boshi jarohatlanmaganmi? O'sish va rivojlanish davri haqidagi savollar. Bola ilk yoshgacha qanday katta bo'ldi? Infeksion kasalliklar bilan og'rimadimi? Turli xildagi travmalarni olmaganmi? O'tirish, emaklash, yurish jarayonlari kechikmadimi? Gugulashi va ilk so'zlari qachon paydo bo'lgan? Emlash jarayonlari to'liq va o'z vaqtida amalga oshirilganmi? Qo'rquv va stresslar olmadimi? Yuqoridagi barcha savollarimizga javoblarni olgandan so'ng bolani tekshirishga o'tamiz. Bolani tekshirishda nimalarni inobatga olish kerak? Eng birinchisi uning yoshi va jinsiga ahamiyat beramiz. Boladagi umumiy harakatlarni kuzatamiz. Mayda motorikalarni tekshirib olamiz. Bilish jarayonlaridagi diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur xususiyatlarini o'rganamiz. Uning psixologik holatiga ham katta ahamiyat beramiz. U erkami, qo'rquvdami, bosimdami? Buni albatta bilishimiz lozim. Artikulatsiya apparati holatlarini tekshirishda til, lab, tish, tanglak, ovoz va nafas harakatchanliklarini tekshiramiz. Bolada nutqni tushunish va ongli javob berishini tekshiramiz. Bolada yoshiga nisbatan bo'lgan nutq kamchiliklarini aniqlaymiz. Bulardan tashqari bolaning ko'ruv, eshituv va nevrologik holatlarini inobatga olamiz. Buning uchun bola lor, okulist, nevropatolog ko'riklaridan o'tganligini bilib olamiz. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. To'g'ri tashxis qo'yishda qiynalayotgan bo'lsangiz, 11-12 aprel kunlari bepul onlayn dars o'tkazyapman. Dars davomida to'g'ri tashxis qo'yish va ularni bir-biridan farqlash, dislaliya va logomassaj haqida chuqur bilimlarga ega bo'lasiz. Darsda ishtirok etishingiz uchun kommentariyada havola qoldirdim.